katta rahmat aka. Rozi bo'ling bizdan. Sog' bo'ling. Rozi bo'ling, bo'pti. Hammaga salom. Mayli, xo'p. Jiyanlar, hammasiga salom ayting. Jiyanlarni o'pib qo'ying. Katta bolalar bo'lishsin. Albatta. Rahmat. Yetib boramiz biz ham. Inshaalloh. Sog' bo'ling. Rahmat, rozi bo'ling. Xo'p. SMS keladi. Dilshod Dasturni bo'ldi. O'zimiz Dilshod Masgimi, telefon qilingchi. Hozir registratsiyadan o'tay. Radnor Said Akbar aka bizga taksi olib bergan aka bor-ku. Mashinni aka. Dilshod aloqaga chiqdi. Dilshod, qanisa oshna? Oshnalar qalaysizlar, tushimsizlar? Radnor salomatmisiz? Bormisiz? Bor. Senga surpriz qilamiz, biz Rossiyaga keldik. Nima yo'qsan? Telefon ko'tarmaysan, Ha, men O'zbekistondaman. O'tgan safar sizlar bilan gaplashdim-ku. O'shandan keyin tog'alashib oldi. Kirasini seyla qilib hozir O'zbekistonga kelganman. O'zbekistonganmisan? Kutib tur, biz boramiz, biz ertaga nasib bo'lsa. Ha, yo'q. Ha, bo'ldi, kelaveringlar, men shu yerdan gaplashamiz, xudo xolasa. Bo'ldi, mashinni. Alo. Chiqdilaringmi? 3 minutda bo'laman, yaqinlashib qoldim, tayyor bo'lib turinglar. Ha, bo'ldi, xo'p. Xo'p, bo'ldi. O'tir. Biz hozir qayerga ketyapmiz? Hozir borganda ko'rasan, sovg'am bor senga. Mana yetib ham keldik. Bu yerga nima keldingiz? Moshinni sotuvga qo'ydim. Endi odamlarning omonatini o'ziga qaytarib beraylik. Men juda ham xursandman. Mana moshinni ham sotdik. Xudo xohlasa pullarni egalariga qaytarsak bo'ladi. Albatta qaytaramiz. Dede ko'rmamoshqar. Nima deding? Dede ko'rmamoshqar. Yana bir marta qaytar bo'la. Dede ko'rmamoshqar. Alloh beraka mukofoti. Onam telefon qilyapti. Assalomu alaykum ona. Qizimiz gapiryapti. Kechqurun.